Xo'p, assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun readingimizni boshlaymiz. Readingimizda mana bu 6 savol bor. Sizlar aziz o'quvchilar mana birinchi savoldan oldin kilometrli gapni o'qib tarjima qilib o'tishlaringiz shart emas. Aynan mana shu uchun birinchi tushunib olish kerak bo'ladi. Mr. Mel need to start repaying deyapti. Bu nima deyapti? Ya'ni javob uni qaytarishni boshladi. Ya'ni qaytarishni boshlashni deyapti. Nimanidir o'sha narsani qaytarishni boshlashni deb qoldiryapti. Endi biz prediction qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun repaying degan so'z bor bu yerda. Repaying degan joyda belgilaymiz va bu qaytarish. Endi matnda birinchi abzasda e'tibor bersak, batda nima haqida gap ketyapti? Misol uchun, Argentina has a new president. His name is Jamie Miller. He was the surprise winner of the country election. Miller has promised to turn around Argentina's poor economy. In particular, he said the word inflation, which is currently okay. And then he also wants to slash the public debt. But the public debt haqida gap ketyapti. Public debt nima? Ya'ni bizdagi davlat qarzini keskin kamaytirish haqida gap ketyapti. Slash the public debt. Keskin kamaytirish. Endi mantiqiy grammatik tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu yerda gapga ega Mr. Miller bor, lekin asosiy fe'l yetishmayapti. Matndagi he also deyapti. Mayda gapirgan gapni qarang. He also wants to slash the public debt. Argentina has borrowed a lot of money in the past decades. Mr. Miller ularni qaytarishni nima qilish mumkin? Xohlashi mumkin. Battar bizdagi asosiy narsa xohlamoq slash keskin kamaytirilyapti. Repay qaytarish iqtisodiy jihatdan biz bir-biriga bog'liq bo'lgan harakatlar bo'lyapti. He also wants to slash the public debt. Bu shuning davlat qarzini keskin qisqartirishni xohlaydi. Qisqartirishni xohlayaptimi? Demak, repaying it degani o'sha qisqartirishga signal. Slash the public debt, repaying it bu sinonim bo'lgani uchun bu yerga biz nima o'qimasini qilamiz? Wants. Jihatlarda bo'lsin. Wants qo'yildi. Hop, buni tegachisi o'qimiz. Birinchisi wants. Endi albatta bizda profess va sinonimlar oladigan bo'lsak, wants to start repaying qaytarishni boshlashni xohlaydi deyapti-ku. Albatta wants slash public debt sinonim bilan keskin qisqartirish. It uni qarzini, public debt davlat qarzini, albatta o'sha bu public debtga signal berayotganini bildiryapti. Endi ikkinchi savolimiz, in his first speech he said the economy needed shock treatment to recover. Ya'ni bu yerda uning sifatidagi birinchi nutqini aytdiki deyapti. Uning qanaqadir sifatidagi birinchi nutqini aytibdi. Qanaqa nutq? Uning qanaqadir sifatidagi birinchi nutqida u aytdiki, bizda first speech deyapti. Albatta first speech mana shu bizdagi asosiy bir qoida first speech. Va bu yerdagi first speechimiz bizni asosiy bir javobga boradi. First speech Mellerning lavozimi nima? Matnning eng boshida, misol uchun Mellerning lavozimi matnning eng boshida Argentina has a new president haqida gap ketyapti. President haqida gap ketyapti. Ya'ni first speech deganda Mellerning lavozimi nima? Matnning eng boshida Argentina has a new president deb yozilgan. Mantiqiy jihatdan aytadigan bo'lsak, s degan so'zga e'tibor beramiz bu yerda. S bu kabi degani. Bizga urg'u beriladigan narsa s. Kabi degan ma'no bildiryapti. Va bizga asosiy shu s degan narsani bilsangizgina siz topa olasiz. Argentina has a new president nima? S predlogini keyingi noun kelishi shart. Ya'ni s'dan keyin biz grammatik tarafdan qaraydigan bo'lsak, noun kelish kerak. Bu yerda Mellerning rasmiy unvoni lavozimi so'ralmoqda. Unvon so'ralmoqdami? Demak, albatta president bo'lyapti-da. Speech as president haqida gap ketyapti. Argentina has a new president. Ya'ni Argentina yangi prezident bor. Uning ismi misol uchun Javier Milei deyapti. Paraphrase qiladigan bo'lsak, in her first speech as president sifatida birinchi nutqida Argentina has a new president haqida gap kelgani uchun bizda president haqida gap ketyapti bu yerda.
Hop, yo'l buni o'chiramizda president. President asosiy rol o'ynayapti. Color desak. Yo'q. Yaxshi, qizga olib keldim. Demak, president. Okay, uchinchi o'qiymiz. And he said previous governments has spent too much and there is no left. There is no left deyapti. But endi qarang. And deyapti-da, but and that there is no left. But u hech qanday nimasidir qolmagan. Nimasidir qolmagan. Unda mantiqchilikdan qaraydigan. Left qo'shni tirnoq ichidagi gap, ya'ni bizdagi left bu asosiy urug'imiz bizda. Bizga asosiy bir kari so'z bo'lib kelyapti-da, unga nimaga urg'u beramiz? Mantiqiy grammatik tarafdan qaraydigan bo'lsak, gapda no dan keyin sanalmaydigan yoki ko'plikdagi ot kelishi mumkin. No dan keyin sanalmaydigan yoki ko'plikdagi ot kelishi mumkin. Bunda misol Argentina bizda teparoqda o'qiydigan bo'lsak, Argentina has borrowed a lot of money. Pul haqida gap ketyaptimi? A lot of money. Bu previous governments had spent too much haqida gap. Misol uchun he said previous government had spent too much ga mana shu tepamizdagi gap signal bo'lib kelyapti. O tepadagi gap. Signal bo'lib keldimi bu gapimiz? Ya'ni Argentina has borrowed a lot of money in the past few decades. Endi bu yerda kelyapti much and there is no pul qolmadi deb aytib qo'yishimiz shubhasiz to'g'ri. Ya'ni bizda money. Mana bizdagi asosiy javobimiz pul bu, money. But tarfiriz qiladigan narsamiz shuki spend too much, juda ko'p sarfladi deyapti bu yerda. Tushunarlimi? Spend too much. Mayda spend too much, juda ko'p sarfladi. Nimani sarflagan haqida biz o'ylasangiz pul. No money left, ya'ni pul qolmadi. Sizga qopma sifatida aytilishi mumkin money so'zi 3-gapda kelgan bo'lyapti. Misol uchun money so'zi 3-gapda kelgan. Misol uchun o'sha tuzuvchilar javobni savol turgan gapda ancha uzoqroqda yashashni yaxshi ko'radilar. Ancha uzoqroqda yashayaptimi? Prosta siz o'sha narsaga urg'u, signalizatsiyani bog'lash bilsangizgina topasiz. Lekin mayda money deganda demak pul batta rol o'ynamayapti degandek gap sizlar kelishi mumkin. Siz olishingiz kerak bo'lgan narsa batta economy haqida gapirish mumkin yoki shular haqida gap ketishi mumkin yoki cent haqida gap ketishi mumkin. Misol uchun cent. Siz shularni olib qo'yishingiz mumkin, chalg'itadi. Xo'p, 4-savolimiz. Endi bizda bu yerda he is a far right deyapti. He is a far right haqidagi gapimiz bu nima? Ya'ni misol uchun qanaqadir o'ngchi. Qanaqadir bu far right ikkinchi abzasning boshida ushbu so'z mavjud. Misol uchun bizda far right haqida gap ketyapti mana. Far right haqida gap ketayotganda bizda o'ta bir janjal chiqaradigan qanaqadir bir o'ngchi desak bo'laveradi. He warned Argentina that life would be taught a few years. He said people will develop areas to help economy deyapti. Endi bizda he also wants to share agreement has borrowed a lot of money in the past few decades deyapti. Argentina poor economy in particular he said will get inflation. He's currently around 1%. He also wants to slash public haqida gap ketyapti. Xo'p, bu yerda bizda he's a far right ga topishimiz kerak bo'lgan so'zimiz shuki, bu adjective, bu sifat. Undan keyin uni xarakter bo'yicha ot kelishi kerak bo'ladi. Demak, bizda hozir biz ot tasavvur qilishimiz kerak. Fe'l bu sifatida adjective, undan keyin uni xarakter bo'yicha ot kelishi kerak. Ya'ni biz nimani olishimiz mumkin? Asosiy dalil sifatida bu yerda mantiqiy grammatik tarafdan oladigan bo'lsak, okay, o'qiymiz. Many people say this is similar to former President Donald Trump and former President Jared Bolton. During Mary's election campaign, he was often seen the chain safe. Biz prosta pastga tushdik, teparoqqa chiqaylik. Teparog'imizda ko'ramiz. Uni xarakterlovchi nimadir bormi bu yerda, ya'ni o'sha nimasini xarakterlovchi. Okay. Once he started playing his first speech, he said the economy shocked statement. He said previously government to spend much. Argentina said will be taught a few years. He said will okay. Bu yerda maytni ko'ramiz.
Javi Milley is different from any politician. Politician haqida ketyapti bu yerda. Politician Argentina has been before. But a politician siyosatchidan deyapti misol uchun bitta siyosatchi. Ya'ni bu gapimizni tarjima qiladigan bo'lsak, Javier Milei Argentinada ilgari ko'rgan har qanaqa siyosatchidan farq qilgan. O'ta o'ngchi, juda ham kuchli qanaqadir bir siyosatchi desak bo'ladimi? Aynan o'sha siyosatchini yana bitta gap qaytarilyapti. O'shanga biz indamasdan siyosatchini olsak bo'ladi. Gapimiz prezident qilib qo'yibman. Bizda politician bo'lish kerak. Politician. Xo'p, yaxshi. Bizda asosiy urg'u beradiganimiz different from any politician haqida gap ketyapti-da. Bu yerda asosiy signal so'zimiz different from any politician. Ya'ni bitta har qanday siyosatchidan farqi. Endi far right politician degani bu o'ta o'ngchi, juda ham kuchli siyosatchi degani-da. Bu far right politician. Far right siz bilmasangiz, bu so'zni nimaligini bilmasangiz, hayotda siz farqini topa olmaysiz. Ya'ni bu politician haqida gapdir. Endi bizda qopqon sifatida nimani olib qo'yishingiz mumkin? O'quvchi winner deb yozishi mumkin. Winner deb yozishi mumkin. Ya'ni chunki u saylovda yutgan, lekin matnda u aynan politician so'zi bilan bog'langanda, biz misol uchun bitta aytishimiz mumkin, electoral campaign he's often seen deyapti. Ular misol uchun juda ham kuchli, relax degan lowest deyapti. Biz misol uchun lowest deb olib qo'yishimiz mumkin bo'lyapti-da bu yerda. Shularga urg'u berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu endi demak politician haqida gap ketayotganini asosiy bir urg'usi sifatida olyapmiz. Endi bizda 5-savolimiz shundan iboratki, during Miley's election campaign he was often seen with a chainsaw. He wanted people to know he would make many spending cuts to Z. E'tiborlaymiz bizda. He wanted people to know that he would make many spending cuts to Z. U odamlarga deyapti, u odamlarga deb chiziqcha qo'yapti. Nimadir uchun xarajatlarni ko'p miqdorda qisqartirishni bilishni xohladi. Qisqartirishni bilishni xohlayapti. Qisqartirishni xohlamayapti, qisqartirishni bilishni xohlayapti. Ya'ni xarajatlarni ko'p miqdorda qisqartirishni. Bu yerda gap. Spending cuts to the nimanidir qisqartirish haqida gap ketyapti. Qidirish bizda spending cuts haqida gapda. Asosiy kalit so'zimiz spending cuts. Ya'ni qisqartirish. Bu kalit so'zimiz spending cuts, xarajatni qisqartirish. Bu mantiqiy grammatik tarafdan qaraydigan bo'lsak, xarajatni qayerdan qisqartirish mumkin? Albatta, iqtisodiyotda qisqartirish mumkin, tejamkorlik bo'yicha. Biz aytishimiz kerak bo'lgan so'zimiz bu yerda. He said people will have to live in an austerity to help the economy deyapti. Mana gapimizga to'g'ri yuradigan bo'lsak, bu yerda nima deyapti? Ya'ni bu yerda u iqtisodiyotdagi yordam berish uchun, ya'ni he said people will have misol uchun yordam berish uchun odamlarni tejamkorlikda yashashga majbur bo'lishni aytdi. He said people will have to live the austerity to help the economy. U iqtisodiyotga yordam berish uchun tejamkorlikda yashashga majbur qilyapti. Misol uchun bizdagi o'sha austerity degani tejamkorlikda yashashlikka majbur qilyapti. Ya'ni kala so'z majbur qilib yuboryapti. Demak, biz spending cuts to them, but paraphrase qiladigan spending cuts xarajatni qisqartirish bizda austerity ga nima bo'lyapti? Sinonim bo'lyapti. Bu ya'ni o'sha tejamkorlik, qat'iy iqtisodiyotning cheklovlari haqida gapiradi. Biz qopqon sifatida nima olib qo'yishimiz mumkin? Biz sifatida history so'zi o'zimiz to'qib olishimiz mumkin yoki topolmasangiz qanaqadir bir gaplarni aytib tashlashingiz ham mumkin. Misol uchun siz mana historyda olishingiz mumkin. Nimaga? So'z yaqin atrofda kelgan, lekin xarajatlar tarixiy emas. Iqtisodiyotga qilinadi. Kontekst tushunishda juda muhim. Kontekst tushunmasangiz juda ham qiyin bo'ladi. Siz to'g'ri Argentinaning nimasi tarixida bo'lib qo'yishingiz mumkin. Ko'pincha tarixda yoki election yoki turning point yana qanaqadir lawslar haqida gap ketishi mumkin. Endi bizda cuts to spending cuts to degani austerity to help the economy. Ya'ni bitta kamaytirish, ekonomiyani rivojlantirishga. Endi ekonomiyani bitta qisqartirish bo'lyapti. Bu o'sha bizda demak shubhasiz economy haqida gap
kelyapti. Gapimiz shu economy. Demak, gapimizni mana belgilab oling. Endi 6-si. Bizda he has upset environmentalists because he doesn't believe in climate change deyapti. 6-si yetib o'raversak, he has upset environmentalists deyapti. U ekologik misol uchun u ekologiyalarni xafa qildi deyapti. G'azablantirdi deyapti. U qaranglar, bitta nima olishlikni sizlar grammatik tarafdan tasavvur qilyapti. He has deyapti. U shuningdek degan ma'no bildiradimi? Ya'ni bizda environmentalism matn oxirida qismida bu so'z uchraydi. Misol uchun bu so'zimiz matnning oxirgi qismida mana albatta uchrayapti. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, bu xafa qilish bo'lyapti. Mantiqiy jihat olaylik. Bu yerda gapni bog'lovchi yoki qanaqadir qo'shimcha bir ma'no beruvchi ravsh, adverb kerak bo'ladi. Ya'ni gapni signalizatsiyaga bog'lash uchun bizga adverb talab qilyapti. Adverb. Ya'ni adverb kerak. Meni bir nechta guruhlarda misol uchun tarafdor, qurolga qarshi bo'lgan, xafa qilgan, ekologik esa navbatdagi shuningdek uchun, ya'ni u tarafdan misol uchun merlik oxirgi qiladigan ishi hattoki ekonomiyani xafa qildi deyapti. Undan oldin qilgan ishlarini hisobga olib, biz bitta o'ylanmasdan nima olishimiz mumkin? Gapda olishimiz mumkin. Ekologik esa biz dalil sifatida olishimiz kerak. Qayerda olamiz? Nimanidir olishimiz uchun biz teparoqdagi gaplarni o'qiymiz. He called his election victory turning point in Argentine history, like the fall of the Berlin. He has promised to limit abortion rights and relaxing laws. And because he doesn't believe in climate change, he said, that in the short term the solution will warn that haqida gap ketyapti. Biz nima olishimiz mumkin? Also so'zda deydigan bo'lsak-chi, also. Matnda also so'zda bir necha bor qo'shimcha ma'no berish uchun ishlatilgan tepada. Hozir o'sha joylarni qidiramiz. Hop. Sen often deyapti maytda. Okay, siz also da topolmasangiz, albatta siz uchun qiyin bo'ladi. Demak, o'zi grammatik tarafdan 100% also tushyapti. Chunki matn ichida ham bormi degan savol bor. Chunki agar bo'lmasa bu also qo'yilmasligi kerak. He said previously deyapti, and there is no level with a few years before similar to Roman deyapti. Brazilian he was often seen deyapti. Often hali gap ketyapti. He called his selection victory turning point in history like provides of the relax deyapti. He has shown solution, but then we will freeze of our debt. Okay, winner country selection for turn around against pro economy. He said he will cut inflation, which is currently around. He also had gap ketyapti-ku. Also gap ketyapti. U o'ziga ro'y tarafdan also qo'shimiz kerak, lekin u aynan shu also borligini biz isbotlashimiz kerak. Qarang, u shuningdek deyapti, juda ham ko'p narsalarni sarflab yuborgan deb gap ketyapti bu yerda. Hop, yaxshi, demak bizda 100% also tushadi. Chunki batda o'sha yana nimadir ishlar qilgani shuningdek deyapti. U hattoki environmental muhitni ham xafa qildi deyapti. Undan tepada u ekonomiyani qisqartirib tashlagan. Shuningdek u pulni, u davrda pullar juda ham ko'p sarflanib ketgan. Shuningdek deyapti, ekonomiyani ham xafa qildi degan gap also batda gap bo'lib tushyapti. O'quvchilar videoni 100% ko'rib chiqishlari shart. Buni ichidagi nimalarni sinonim qilganlarimni hammasi test sifatida beriladi sizlarga. Testdan o'tsangiz, keyin siz videoni mukammal ko'rib bo'lgan bo'lasiz. 100% ko'rganingizdan keyin keyingi videoni ko'rib olasiz. Xo'p, demak, darsimiz mana shu yerda yakunlanadi part 1 uchun.